Chamasi bir haftalar oldin Afg'oniston, ya'ni Tolibon Tojikistonni bosib olmoqchi bo'lganligi haqida gapirdi. Xo'p, Tolibon Tojikistonni bosib olsa, O'zbekistonni ham bosib ola oladimi? Yo'q, Tolibon hech qanaqasiga O'zbekistonni bosib ola olmaydi. Chamasi 2 yo 3 haftalar oldin Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich va Tolibon birga uchrashdi va suhbatlashdi. U suhbatda Tolibon aytib o'tdi, Afg'oniston hech qanaqasiga O'zbekistonga xavf tug'dirmaydi. Ya'ni hech qanaqasiga hech qaysi vaqtda ham O'zbekistonga bostirib kirmaydi deb aytib o'tdi. Xo'sh, agar Tolibon bitimni buzib O'zbekistonga bostirib kirsa, O'zbekistonni bosib ola oladimi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, hech qanaqasiga. Faqat odam soni va 2-3 ta kalashnik bilan hech qanaqasiga O'zbekistonni bosib ola olmaydi. Tojikistonni bir balo qilib bosib olsa bo'ladi, lekin O'zbekistonni bosib ola olmaydi. Chunki bizda samolyotlar, tanklar va qurol aslahalari, ya'ni urushda kerak bo'ladigan qurol aslahalar juda ham ko'p va juda ham sifatli. Ularning kalashidan ko'ra ko'proq va tanklar, samolyotlar juda ko'p bizda. Va bizda yaxshi bu narsa rivojlangan va bizning armiyamiz Tolibonning armiyasidan ko'ra ancha kuchliroq. Shuning uchun Tolibon o'zi xohlasa ham hech qachon O'zbekistonga xavf tug'dira olmaydi va hech qachon O'zbekistonni bosib ola olmaydi.